va nihoyat O'zbekistondagi dengiz. Toshkentdan Haydarko'l resortgacha borish kelishimiz 775 kilometr bo'ldi. O'zim uyimdan hisoblaganda. Jizzax ham chiroyli viloyat ekan. Birinchi marta o'tib borishim, to'g'risini aytganda. Hamma yam-yashil, aprel paytida bordik. Tuyalarni yam-yashil joyda o'tib yurganini ko'rish menga rosa g'alati tuyuldi. Ularning ham egalari bor ekan. Yovvoyi tuya emas ekan. Borgan paytimizda havo bulutli kunga to'g'ri keldi. Orada yomg'irli bulutlardan ham o'tdik. Yomg'ir yog'ib, yomg'ir tinib, yo'l bo'yi shunaqa ketdi. Hamma chiroyli, dalalar rosa ko'p ekan. Ham talan chetiga ekilgan terelik juda ham chiroyli manzarani beryapti. Lola qizg'aldoqlarni o'zini egalari bor ekan. O'shaning uchun bezovta qilmasdan, yurmasdan o'tishga qaror qildi. Ammo laylimi, turnami bilmayman, ajratish bilmayman. Menimcha layli bo'lsa kerak. Juda katta qush ekan. Inlari bor ekan. O'sha Hojiboy Tojiboyev aytganlaridek 2 qavatlilari ham bor ekan. Haydarko'l o'ziga o'sha ozgina qolganda yog'iga tekis yo'l, to'g'ri yo'l, yaqinda yangi qurilgan yo'l sezilib turibdi. Hech qanaqa qiynalmasdan yo'l tanlamaydigan mashina ham shart emas, oddiy mashinalarda ham borsa bo'lar ekan. Xursand qilayotgan narsa yo'l chetiga ekilgan daraxtlar. Agar bular vaqtida sug'orilsa, juda chiroyli yo'l bo'ladi bu. Tushum bo'yicha bu yerda aeroport ham qurilyapti. Turistlar kelishiga oson bo'lishi uchun yo'l yoqasida ikkita kichkina ko'llar ham bor. Bittasini o'rtasidan kesib o'tilgan ekan yo'l qurilayotgan paytida. Va nihoyat dengiz oldiga keldik. Bu yerda manzara juda boshqacha, juda. Maktab bolalari chiqib sohilda tozalashayotganligi juda yaxshi. Sohil juda katta. Birinchi marta bunaqa katta suvga kelishim. O'zim sezayotgan narsalarni video orqali sizlarga yetkazib berishim mumkin. Suv loyiha emas. Bu suv qumli suv. Kimga qanaqa bilmadim, lekin men uchun bu dengiz haqiqiy dengiz. Osmon bilan suv cho'shayotganini shunday ko'rsatdim, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sohil juda ham chiroyli, keng, to'lqinlarni ko'rish. Dahshat. Ana katta to'lqinlar. Qayiqda uchish uncha qimmat bo'lgan yo'q, kishi boshiga 25 ming so'mdan tushdi. Lekin agar o'zingizda surferning doska bo'lsa, o'zingizlar bilan olib kelsanglar, xuddi kinolardagi to'lqinlarning ustida uchsanglar bo'lar ekan. To'lqinlarning balandligi yetarlicha deb o'ylayman. Bala bor ekan chakir. Dahshat. Endi Haydarko'l resorti o'zini ko'ramiz. Atroflariga juda ko'p daraxt ekilgan. Agar bu daraxtlar katta bo'lsa, juda ham chiroyli bog' bo'ladi. Bu bog'dan turib
dengiz ko'rish umuman boshqacha ko'rinadi. Suv xuddi tepalikda turganga o'xshaydi. Narxlariga keladigan bo'lsak, bir kishi uchun 1 million so'm, 2 kishi uchun 1 million 400, 4 kishi uchun 2 million 600, 8 kishi uchun 4 million 200 ming so'm bo'lyapti. 3 mahal ovqati ichida. To'g'ri yarim soat vaqt ketkazib Toshkentdan kelishga arziydigan joy. Faqat tabiatga axlat tashamasa bo'ldi.